George Washington Universiteti Eliot Xalqaro ishlar maktabining professori Sian Roberts bir maqolasida Beyjan hukumati Talibandan barliq kuchini ishlatib, Afg'onistonda Xitoyga tahdid elib keladigan Uyg'urlarning bo'lmasligiga kafolatlik qilishni talab qildi dedi. Professor Roberts Xitoyning 1990-yillarda Taliban bilan munosabati bor osondagi davlatlarning biri ekanligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Joe Bidenning Shimoliy Koreya alohida vakili Sung Kim Seulga berib Koreya amaldorlari bilan suhbat o'tkazganda Shimoliy Koreyaning yadro suhbatiga qaytib kelishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Kim Amerika bilan Koreya o'rtasidagi harbiy manevrining doimliq va mudofaa xarakterli ekanligini ifodalab, ularning Shimoliy Koreyaga qarata dushmanlik pozitsiyasining yo'qligini ta'kidladi. Rossiya, İran va Xitoyning Paris qo'ltig'ida birlashma harbiy manevr o'tkazadiganligi xabar qilindi. İran taratqullarining xabar qilishicha, Rossiyaning Tehronda turishliq bosh elchisi Levan Jagaryan Rossiyaning 2021-yilning oxirida yoki 2022-yilning boshida Paris qo'ltig'ida İran va Xitoy dengiz armiyasi bilan birlashma dengiz manevri o'tkazadiganligini bayon qilgan. Amerika Yemeklik ve Dori nazorat qilib boshqarish idorasi ilgari jiddiy ahvolda ishlatishga ruxsat qilingan BioNTech vaksinasini to'liq tasdiqladi. Buning bilan BioNTech bu tasdiqni olgan tunji Xitoy virusi vaksinasi bo'lib qoldi. Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi bir Ukraina fuqarosini Rossiya qurollari haqida uchur to'plaganligi uchun tutib turganligini xabar qildi. Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasining xabariga qaraganda, Ukraina fuqarosi Rossiyaning Tula shahrida zamonaviy qurol modellari haqida uchur to'playotganda qo'lga olingan. Amerika Kolorado shtatining Denver shahridagi ko'ngil ichish so'ronlari rayonida yuz bergan qurolli hujumda bir odam qazo qilib, 5 odam yaralandi. O'xshash rayonda 8-oyning 7-kuni qurolli hujumda bir odam qazo qilgan, bir odam yaralangan. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Said Xatibzoda İran Afg'onistondagi eng yangi taraqqiyotlarni astoydillik bilan kuzatadi va har qaysi taraflar bilan aloqalashadi. Ammo texi bu bosqichda Talibanni rasmiy e'tirof qilmaydi dedi. Qirg'iziston yer sharidagi eng qadimiy san'at asarlari deb qaralgan petroglif, ya'ni qiyo tosh rasmlarining makoni. Cholpon ota petroglif ochiq havo muzeysi Qirg'izistonning poytaxti Bishkek bilan bo'lgan oraliqi 260 kilometr keladigan Cholpon ota shahrining kirish eg'izidagi 42 gektar yerga joylashgan bo'lib, ustida 30 santimetrdan 3 metrgacha bo'lgan rasmlar bor bo'lgan qiyolar bor.